Ishingizni ko'rib chiqdik. Sizga berilgan umrbod qamoq jazosining 20 yilini o'tab bo'psiz. Aytingchi, o'zingizni qayta tarbiyalangandek his qilyapsizmi? Ha, janob. Butunlay qayta tarbiyalandim. Men o'zgardim. Rad etilsin. Bu yerda yozilishicha, umrbod berilgan qamoq jazosining 30 yilini o'tab bo'psiz. O'zingizni qayta tarbiyalangandek hisoblaysiz. Ha, janob. Men o'zgarganman. Jamiyatga hech qanday xavf solmayman. Rad etilsin. Umrbod qamoq jazosidan 40 yilni o'tab bo'lgansiz. Aytingchi, qayta tarbiyalanib bo'ldingizmi? Nimani bilmoqchisiz? Afsuslanyapmanmi? Ha, afsuslanaman. Siz shunday deb o'ylashingiz uchun emas. Bu yerga kelganimda yoshgina yigitcha edim. Afsuski hozir o'sha yigitchani aqlini kirgizib qo'ya olmayman. Shunday ekan, o'zingni muhrini qo'y-da, vaqtimni olma. Endi menga baribir. Ma'qullansin.